Samira, menga qarang. O'zi nima bo'ldi? Nega Akbarjonga ko'z quloq bo'lmadingiz? Nimaga unga qaramadingiz? Nimaga xavfsizlik kamarini taqmadingiz? Oyjon, mana bunaqa bo'ladi deb o'ylamagandim. Men sizga o'g'limni ishonib topshirganman. O'ldirgan emas. Agar meni o'g'limga biror bir kor hol bo'lsa, mendan ko'radiganingizni ko'rasiz. Men sizni tinch qo'ymayman. Doktor. O'g'lingiz o'ziga keldi. Kim? Shohrux aka o'zlariga keldilarmi? Yo'q. Afsuski, Shohrux o'ziga kelgani yo'q. Akbar o'ziga keldi. Voy Xudoga shukr. Tuzukmi o'g'lim? Kirib ko'rsam bo'ladimi? Albatta bo'ladi. Faqat ko'pga emas. Xo'p, Dam olish kerak. Ancha toliqqan. xo'p. Rahmat. Tezda chiqarsiz. Yo Allohim. Shohrux akani o'zing panohingda asra.